Assalomu alaykum. Bugungi kunda oilaviy nizolar va oilani saqlab qolish uchun mamlakatimizda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bizning bugungi ko'rsatuvimiz shu haqida. Suhbatdoshimiz esa Mirobod tumani fuqarolik holati dalolatnomalarni yozish bo'limi mudirasi Gulnoza Pardayeva bo'ladi. Gulnoza opa, studiyamizga xush kelibsiz. Gulnoza opa, qanday holatlarda FHDO bo'limlariga, masalan, oilaviy ajrimlar bo'yicha fuqarolar murojaat qilishi mumkin? FHDO bo'limi tomonidan nikohga ariza qabul qilish Vazirlar Mahkamasining 550-qaroriga asosan amalga oshiriladi. Unga ko'ra, nafaqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, o'sha ajrashmoqchi bo'lgan shaxslar o'rtasida umumiy farzandlar va mol-mulkka da'vo bo'lmasligi kerak. Agar 18 yoshga to'lmagan farzandlari bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha mol-mulkka da'vosi bo'ladigan bo'lsa, nizolar bo'ladigan bo'lsa, unda fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilinadi. Bu yerda mol-mulkka munosabat deganda aynan o'sha turmush qurgandagi holatda o'sha erini, o'zining turmush o'rtog'ini oila qurgandan so'ng oladigan, masalan, mulki bo'lmasligi kerak degan holat tushunilyapti, to'g'rimi? Nafaqat unaqa, misol uchun bizga kelishganda biz o'zimiz kelishib olamiz bo'lishi bo'yicha desa, unga alohida sudga murojaat qilib mol-mulki bo'lish bo'yicha ham qayd qilsa bo'ladi. Faqatgina shunday holatlar bo'ladiki, er-xotin kelganda men ajrashga noroziman, chunki meni oldin uyi yarmini berish kerak, yo bo'lmasa avtomobil bersa, keyin ajrashaman degan holatlar bo'lganda, nizoli bo'lgan paytda biz ajrimga ariza qabul qila olmaymiz. Tushunarli, mana boya 18 yoshgacha bo'lgan deb aytdingizda, yaqinda masalan bir xabarga ko'zim tushdi. Farzandlari 18 yoshdan oshgan nevarali insonlarning oilasi nizo kelib chiqishi oqibatida oilaga dars ketib ajrashgan. Bunday holatda ham FHDO bo'limiga murojaat qilish kerakmi? Achinarli bo'lsa ham shuni ta'kidlab o'tish kerakki, hozirgi kunda o'sha yoshlari katta bo'lganda ham ajrimga keladigan katta fuqarolarimiz ham bo'ladi. Agar farzandlari 18 yoshga to'lib bo'lgan bo'lsa, uni biz elektron tizim orqali tekshiramiz va ulardan ariza qabul qilib olamiz. 3 oylik muddat belgilanadi. U 3 oy muddat ichida bu nafaqat yoshi kattalarga, balki o'sha yoshlar ham ajrimga kelganda umumiy farzandi bo'lmasdan arizalar qabul qilib olingandan so'ng mahallalarga xabarnoma yuboramiz. Ular bilan undan oldin biz ham o'zimiz suhbat o'tkazamiz, oila muqaddasligini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Hech bo'lmasa bitta oilani saqlab qolish bu jamiyatimiz uchun ham, o'zimiz uchun ham, farzandlarimiz uchun ham bir katta yutuq. Albatta. Shunday ekan, harakat qilamiz. Agar shunda ham yo'q, biz baribir ajrashamiz desa, mahallalarga xabarnoma yubortiramiz va mahallalar ham suhbat o'tkazilib, 3 oy muddat o'tgandan so'ng yana birgalikda kelib, muddat ham ularga yordam bermasa, albatta ajrim qayd qilinadi. Tushunarli. Ko'p holatlar yosh oilalarda bo'lyapti-da. Tabiiyki, bu oilani qadriyatligini, oilani muqaddasligini tushunmaslik oqibatida oilada yoki ikkita yoshi bir-biri bilan gap talashishi yoki o'zini ustun qo'yishi yoki qaysi arzimas sabablar tufayli oiladagi o'sha ajrim holatlariga ko'zimiz tushyapti. Afsuski, sizdan so'ramoqchi bo'layotganim, mana shu yosh oilalarni saqlash va ularni, masalan, o'sha ajrim holatlarini va turli xil nizolarni oldini olish uchun yosh oila maktabi tashkil qilinganda, buni vazifalari nimalardan iborat va bu qanchalik o'zini oqlayapti? Albatta, biz ajrimga yetib kelishdan oldin yosh oila ostonasida turgan o'sha yoshlarimiz bilan oldindan ishlash uchun yosh oila maktablari tashkil qilingan. U yerda ota-onalar bo'lishadi, hokimiyat vakillari hamda xotin-qizlar qo'mitasidan vakillar va albatta FHDO bo'limining xodimlari ham ishtirok etadi. Ariza topshirgandan keyin nikohga 1 oylik muddat belgilanadi. O'sha 1 oy muddat ichida ular o'sha oila maktabida har xil o'sha o'g'itlarni, yoshi katta ota-onalardan oila muqaddasligini tushuntirib o'tiladi va oxirgi yillarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, buni natijasi yaxshi. Ajrimlar soniga va oilaga qarash bunga ta'sir qiladi, yoshlarga, va natijasi yaxshi samara bermoqda. Ko'zlangan maqsadga erishilyapti. Albatta. Rahmat javob uchun. Gulnoza opa, mamlakatimiz miqyosida hozirgi kunda bir sinov tariqasida Mirobod tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudida mediatsiya xonasi tashkil qilingan. Qanday ishlarni bajaryapti? Fuqarolik ishlar bo'yicha Mirobod tuman sudida mediatsiya xonalari tashkil qilingan. U yerda ichki ishlar vakili, prokuratura xodimlari, diniy idora vakillari hamda xotin-qizlar qo'mitasi va fuqarolik holati, ya'ni FHDO bo'limi xodimlari tomonidan suhbatlar o'tkaziladi. Ularga bir muammolariga yechim topishga harakat qilamiz. Har biri bilan yuristlar, misol uchun, ularni huquqlarini tushuntiradi, ajrashgandan keyin qanday holatga kelishi, nimalar ularni kutishi. Shu o'rinda ota-onalarimiz, ya'ni diniy idora vakillari, ular ham o'sha oila qadriyatlarini tushuntirishadi va bunda ko'p oilalarni yarashib ketgan va arizalarni qaytarib olgan holatlar ham uchramoqda. Rahmat javob uchun.
Albatta, o'sha oilaviy nizolar yoki oila ajrimlari, turli xil ko'ngilsiz holatlar faqatgina bugun sudlarda emas, balki amaliyotda sayyor qabullarda, ya'ni ommaviy tarzda o'sha joyda yoshi katta mahallani bir kayvonalari yoki o'sha huquq idoralari vakillari bilan birgalikda sayyor qabullarda ham ko'rib chiqilyapti-da. Aynan sizdan so'ramoqchi bo'layotganim, mana shunday oilaviy nizolarni oldini olishda sayyor qabullarning masalan samarasi sezilyaptimi? Albatta samarasi sezilyapti. Mana oldingi hafta ham bo'lib o'tdi bizda. Har hafta bo'ladi sayyor qabullar. Adliya vazirligi tomonidan tashkil qilingan sayyor qabullar, u yerda mahalla yettiligi ham bo'ladi. O'sha ichki ishlardan, prokuraturadan, hokimiyatdan har bir tashkilotdan vakillar bo'ladi. Nafaqat ularni biz hayotga qadriyatni, oila qadriyatini tushuntirish, balkim nima sababdan kelib chiqqan yetishmovchilik borasida, balkim bir xil holatlarda eri ishlamasligi mumkin. Shu joyda eriga bir ish topish bo'yicha yo bo'lmasam qanaqadir yo'nalish berib muammolarini hal qilishga harakat qilyapmiz va bu qaysidir ma'noda o'z o'rnini va bu o'z o'rnida o'z samarasini beryapti. Aynan masalan o'sha joyda sayyor qabullarda borganda muammolarni yechishda bir ko'ngilsiz holatlar bo'lmayaptimi? Chunki ko'pchilik u yerda o'zining dardini, muammolarini aytgisi kelmaydi-da. Yo ular bilan sizlar alohida bir gaplashasizlarmi? Albatta, agar o'z dardini ayta olmaydigan bo'lsa, ularga alohida psixologlar bilan, misol uchun ayollar o'zini ichidigini gapira olmay qolishi mumkin. Eri qattiqroq gapiradigan bo'lsa, hammani oldida gapira olmaydi. Shunda alohida gaplashib, ichidagi dardini, muammosini o'rganishga harakat qilib, sayyor qabullarda tashkil qilinishi odamlar bilan mana shu idora vakillarining yaqinlashishiga xizmat qilyaptimi? Albatta, bizning hozirgi paytda jamiyatimizdagi o'sha fuqarolar, har bir insonlar o'z huquqini ko'proq o'rganyapti bu borada. Bu nafaqat ajrim yoqasida turgan yoki ajrimlarda, balkim umumiy huquqiy yordam berish ularga. Masalan, qonunchilikdan xabardor qilishingiz mumkin. Uni huquq vazifalari nimalardan iboratligi yoki masalan oilani bo'lgandan keyin ertaga uni salbiy oqibatlari ham kelib chiqishi bo'lishi mumkin. Shular haqida ham tushunchalar berasizlarmi? Albatta, o'tgan yili mana 2024-yilda prezidentimizning farmoni chiqqan, 80-sonli. Unga ko'ra o'sha har haftasida biz fuqarolar bilan sayyor qabullar o'tkazib, ularga huquqiy madaniyatni oshirish, muammolari bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammolarini yechish borasida ishlar olib boryapmiz va fuqarolar ancha o'zini huquqini bilgan, bilmaganini o'rganib, hozirgi kunda samarasini ko'rib turibmiz. Fuqarolik holati dalolatnomalarni yozish bo'limida nikohni qayd qilish uchun 1 oylik muddat belgilab berilyapti-da. Hozir ko'ryapmiz, masalan 10 kunda, 15 kunda sovchi orqali yoki tanishadi, qisqa 1 oy muddatda to'y o'tyapti va natijada bir-birini bilmasdan turib, oilada janjal, bu unday ekan, unisi bunday ekan, turli xil nizoli, kichik nizolar, ba'zida esa katta muammolarning bir debochasi vazifasini o'tyapti-da. Bu nima uchun tashkil qilinyapti va buni qanday bir samarasi bor? Bu 1 oylik muddatni ko'pincha kelishadi hozirgi yoshlar besabr, shu hali aytganingizdek 2 marta ko'rishadi, bo'ldi, hayot shundan iborat ekan, tezroq to'y qilib beringlar deydi, juda ham norozilikli bo'ladi. Nima farqi bor sizlarga? Biz to'yni belgilab qo'yganmiz, o'tkazib yuboringlar deb kelishadi. Biz ularga tushuntiramiz, sizlar bir-biringlarni yaxshi o'rganishinglar uchun bu narsa berilgan, chunki 1 oylik muddat ichida tibbiy ko'rikdan o'tib kelishi kerak bo'ladi ular. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan har bir yoshlar nikohga ariza bergandan so'ng o'sha 5 yo'nalishni tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. U jarayonda ham bir-birini yaxshiroq tanishadi. Shunaqangi vaziyatlar bo'ladi, fuqarolar kelishadi. Nima keragi bor, biz sog'lommiz deyshadi. Yo'q, bu ulardan ertaga nasib sog'lom farzandlar dunyoga kelishi uchun ularning sog'lig'ini tekshirish, bir-birini yaxshiroq o'rganish. Chunki ajrimlar soni ko'paygan sari yetim qolgan bolalar, tirik yetim deyiladi bizning tilimizda, ko'payib boryapti. To'liq oilada voyaga yetgan farzand albatta yetuk bo'ladi, ma'naviy yetuk bo'ladi va bu davlatimizni ravnaqiga o'z hissasini qo'shadi. Shunday ekan, bu muddat 1 oylik muddat belgilangan. Bu muddatni qisqartirmasdan shu muddat ichida yoshlar bir-birini yaxshiroq o'rgansa, o'ylaymanki, jamiyatimizga bundan foyda bo'ladi. Siz buni masalan huquq sohasini vakili sifatida bir savol bilan sizga yuzlanmoqchi edim. Oilaviy muammolarni hal qilish uchun er yoki xotin sudlarga yoki yuridik yordam ko'rsatish markazlariga murojaat qilishadi-da. Bu o'zini nechoqlik oqlayapti deb o'ylaysiz? Hozirgi paytda, hozir aytayotganingizdek, buni salbiy oqibatlari ham kelib chiqmoqda, chunki eng avvalambor o'sha internet tarmog'i, ijtimoiy tarmoqlarda har xil mana shu blogerlarimizni hayotini ko'rib, ayollar
o'ylaydiki hayot yosh qizlarimiz, ya'ni Shunday, ayollar ayniqsa. deganda endi oila qurgan qizlar to'ydan keyin o'shanaqa hayotda orzu qilib qolishadi. Ular bilmaydiki, u ekranni orqasidagi hayot umuman boshqaligini. Ayrim qizlarimizga bu narsani tushuntirsangiz tushunishadi. To'g'ri, boshi ozgina devorga tekkandan keyin tushunib qaytganlar bor, lekin qaytmasdan o'shanaqangi hayotni orzu qilib ajrimgacha borayotgan oilalar ham talaygina. Buni huquqiy oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Sababiki mahallaga chiqqanda mayli, u o'zini manfaatini, o'zini himoya qilish uchun chiqyapti, lekin xohlaymizmi, xohlamaymizmi, oilada erkakning o'zgarish oriyati, g'ururi bor. Albatta. Arzimas muammo ko'chaga chiqqandan so'ng u umuman oilada parokandalik yoki ajrim holati ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin-ku. Gapingiz bo'ldi. Bitta holatga to'xtalib o'tishim mumkin. Bu nafaqat mahallaga chiqqan, ajrim yoqasida turgan oila 3 nafar farzandi bor va eri ichki ishlarda ishlar ekan. Erini ishxonasiga borib yozar ekan. Mana shunaqangi ishdan olaman deb qo'rqitar ekanda, lekin mana shu qo'rquv yo'li bilan ajrashmaslikni talab qilib, shu o'rinda agar shuncha pul ajratmasang yo bizga qaramasang, e'tibor bermasang, ishdan kech keladigan bo'lsang, yana ishxonangga yozaman degan holatlar bo'ladi. Albatta bunaqangi oilalarda tinchlik bo'lmaydi. Bunaqangi oilani saqlab qolishi imkoniyati ham bo'lmaydi. Chunki ayol kishi erini ustidan yozgandan keyin u oilada ishonch yo'qoladi eng avvalambor. Oilalar nima bilan saqlanadi? Ishonch bilan, o'zaro bir-birini tushunish bilan. Bu bilan yaxshilikka olib kelib bo'lmaydi. U erkak kishi qo'rqqanidan yo bo'lmasa o'sha odamlar nima deydi deb ham chidab yashash mumkin, lekin u oilada yaxshi Umrga parokandalikni kelib chiqishiga ham sabab bo'lib qolishi bolalar mumkin. yetim bo'lib qolishadi. Albatta. Bugun xo'p deyishi mumkin, ertaga u erkak kishi farzandlariga ham qaramasdan ajrashib ketishi mumkin. Bu yo'l bilan Shunday. yaxshilikka kelmaydi. O'zi aslini olganda bu yerda hech kim, masalan, oilani buzilishidan na ayol, na erkak undan naf topmaydi-da. To'g'ri, 100 tadan, 1000 tadan bitta oilada masalan baxtli holatlar kuzatilayotgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy qurbon agar farzand bo'lsa, farzandda bo'ladigan yillar mobaynidagi og'riqli nuqtalar. Har bir farzand ota-onasi bilan birga o'sishi kerak. To'laqonli oilada voyaga yetgan farzand, hali aytib o'tganimdek, jamiyatga kerakli va o'z hissasini qo'sha oladigan buyuk inson bo'lib yetiladi. Bir oylik muddat deyapmiz, yosh yigitlarimiz keladi yoki yosh qizlarimiz keladi. Bular hali masalan bir xillari endi maktabni yoki masalan o'quv muassasasini tugallaganda oilaga tayyor emas. Ularga ba'zida ko'rganingizda o'zi ham bu juda yosh ekan-ku degan tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Hech bir ota-onalariga yoki yaqinlariga tushuntirish, bu hali oilaga tayyor emas. Ertaga buni saqlash emas, buni buzilishi ehtimoli ko'proq bo'ladi-da, Xudo ko'rsatmasin. Shunday holatda bir tavsiyalar bergansizlarmi? Albatta, bir xilida o'sha ota-onalari birga olib kelishadi. Mana yaqinda 2006-yil yoki majburiy turmushlar bor-da. 2006-yil tug'ilgan bolalar, ular mana yaqindagina 18 ga to'lgan, oldingi yil 18 ga to'lgan, hali 19 ga to'lib ulgurmagan farzandlarni olib kelishadi. Xuddi shu siz aytganingizdek, ular hali tayyor emas, ota-onasiga tushuntirdim. Yana kamiga kelgandan keyin ota-onasi nega birga kelishgan? Muddatini qisqartirib beringlar, tezroq to'y qilib yubormoqchi edik. Ayoy, farzandingiz endi 18 ga to'libdi, oilaga hali tayyor emas desa, yo biz tez to'y qilib chet elga o'qishga yubormoqchimiz deydi bu farzandlari. Farzand hali 18 yoshga kirdi degani bu hali bola, ko'rinishi ham bola bo'lib turadi. O'qishni bitirib kelgandan keyin uylantirsa-chi desa, endi bizning mentalitetimiz yo oilali bo'lib ketsa hayotga boshqacha qarash bo'ladi, javobgarlikni ko'proq his qiladi deb o'ylashadi. Lekin tabiat bu o'z o'rnida hali bola, o'qish kerak. Oilali bo'lgandan keyin ertaga o'sha chet elga borib o'qigandan keyin ham bu o'qish samara beradimi? Qanday bo'ladi? Buni ota-onalarning ayrimlari albatta tushunmaydi yoki tushunishni istamaydi. Rahmat Gulnoz opa, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr, mulohazalaringiz uchun. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun oilalarni saqlab qolish va oilalarda uchraydigan turli xil nizolarning oldini olish borasida hukumat tomonidan qilinayotgan ishlar bo'yicha Mirobod tumani fuqarolik holati dalolatnomalarni yozish bo'limi mudirasi Gulnoza Pardayevadan savollarimizga batafsil javoblar oldik. Biz esa shu nuqtada ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.